bittasini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, Tornado Drabika muxlislari. Bugungi kunda Xo'shtog'am kelgan ekanlar. Alyumin bilan misni farqini bitta tushuntirib beramiz Xo'shtog'amga. Keladigan bo'lsak, Xo'shtog'am motorlarimiz qaysi biridan tushuntirib beramiz sizga. Hozir bular haqiqatda bu motorlarni mis motorli, alyumin motorli qo'yapman deyapsiz. Motorlar cho'tirtibatda. Bu haqiqatda bir bu Drabikani olgan odamlar buni ichini ko'rmaydi baribir. Mis motor, alyumin motorni beryapti. Buni shosh qo'shish uchun bir qana bir desa bo'ladi. Bu alyuminmi, mismi bir shuni bir Uchun olib bo'ladi. O'siz uchun ko'rsatib bering shuni. ajoyib yechib beramiz. Hozir Xo'shtog'a shu gapingiz uchun simini shirin ko'rsatib beraman. Bo'laveradimi? Yo'q, chashilmasa biz ko'rish ishon hosili bo'ldi bunga. Bo'lmasa birinchi bo'lim misdan boshlaymiz. Bo'pti. Qani bittasini ko'rsatamiz. Mana birinchi bo'lib Ariol motordan boshlaymiz. Mana Ariol ichida samman masma deganlar uchun mana. Mana kadrga yaqinlashtiring. Mas. Ko'rdilaringmi qizil? Endi alyumin. Mana. Ana endi mana. Haqiqiy alyuminni o'g'il bolasi mana. Buni ko'ring. Toza alyumin. Buni ko'pchilik emas deb sotyapti, lekin aslida alyumin bo'ladi. Bunisi allanib qolmasliklarini tavsiya qilamiz. Ana endi bunisi Ariol motorimiz, bunisi o'sha buqa titan degan motorlarimizdan kilolarini ham bitta qo'yib ko'rsatib beraman. Xo'shtog'a. Faqat bizda yosh hozircha hattoki motor fazali bor. Siz ishonsiz bo'ldi bizga. O'zbekistonda hurmatli obunachilar mana ko'ringlar, o'zdan ko'rganimda mana haqiqatan menga bitta nima qilib, hatto motorda ham fazali borda, haligi nimalari kelib. Energiyasi. Endi Xo'shtog'a birinchi bo'lib kilosidan boshlaydigan bo'lsak, mana bunda bu Ariol motorimiz Xo'shtog'a. Ariol bu mis motor. 100% medni motorimiz. Manda Rossiya, Xitoy samimiyatda ishlagan yaxshi motorimiz. Buni endi ana endi haqiqiy Tornado uchun ishlab chiqarilgan buqa degan motorimiz. Hayojon korobkasi. Mana. Buni kilo 850 ga, mana. 22 kilo 350. Mana buqa degan motorimiz. Tornado drabikasi uchun. Ana endi Titan degan motorimiz. Mana 3.5 kilovatli motorimiz. 18 kilo bo'lib farqini endi kilolariga qarab turib bitta bilib qo'ysalaring bo'ladi. Mana. Qaysi biridan Xo'shtog'a so'rab turib qilib beradigan bo'lsangiz, xolos siz yangini ham bachalab tushuntirib ko'rsatib Yo'q, beraman. bu o'zi shosh qo'ydi, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatda endi shosh qo'ydi. Albatta, xo'p bo'ladi. Xizmatingizdan salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar.